Assalomu alaykum. Aka, shunday mashina yo'lim to'sib qo'yib qo'yganda mashinasini. Nima ekan aka? Mashinamni yo'lim to'sib qo'yib qo'ygan. Anaqa nomeri ham yo'q ekan. Davlat raqam belgisini deb ko'rasizmi aka? .01W290. Haqiqatan to'sganmi yo'q? Ya to'sgan aka. Qaysi bir aka? Mana Cobalt. Meniki Spark. Men chiqamanmi desam, chiqolmadim. Inspektor bo'lmaganda haydovchi bilan qanday bog'langan bo'lar edim? Radio motor ilovasi hammamizda bor. Ilovaga kiradigan bo'lsak, bu yerda avtosignal bo'limi bor. Avtosignal bo'limi orqali avtomobilning davlat raqamini kiritadigan bo'lsak, haydovchi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lana olamiz, ya'ni qo'ng'iroq qilib. Raqamni tashib ketsa, shunaqa muammo bo'lmaydi. Signalizatsiyam yo'q. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Men bor uzr kech bo'lganda bezovta qildim. Mahalla uchastkuyisiman, ismim Ulug'bek. Okajon, men bu 299 oq Cobalt siznikimi? Shundoq bitta birodarimiz chiqib ketsinlar, yo'lim to'sib qo'ygan ekansiz, nomeringizni ham bosib ketmagan ekansiz. Kattalik bo'lmasa, aka, iltimos. Rahmat aka, salomat bo'ling. Bizni protokol tuzamiz buning. Ha, yo'q, aka, qo'yavering. Tartibda bir skriptchi modda bor. Aka, Rahmat, salomat bo'ling. kattakon. Yaxshilik bo'lsin. Oilangiz tinchmi? Salomat. Videoga rozi bo'ling aka. Rahmat sizga, xizmatchi.